Free audio post-production by alphonic.com. Assalomu alaykum, hurmatli Megadrop kanal obunachilari. Xo'p, video chiqarmaganimizga ancha bo'pti. Endi yangiliklarni kutayotgandim va shu orada tez orada Treasury botdan o'sha yaqinda giftlar giftlar tarqatilishini boshlashlarini kanalda ham aytishgan. Undan keyin men YouTube ga ham video qilganman va u yoqda ham tushuntirib o'tganman nima qilishni va hozir yana bir marta tushuntirib o'taman nimaga yangi bir xil narsalar qo'shilgan. O'sha yangi narsalarni ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p. 1 minut. Treasury ga kirib olamiz. Xo'p. Bizda nima qo'shilgan? Bizda qo'shilgan narsa bu gift beta rozыгрышlar, ya'niki o'sha hali beta. Bu o'shaning uchun hozir tezroq biletlar yig'ib olish kerak, chunki biz aniq bilmaymiz qancha muddatgacha bu bilet yig'ish davom etadi, lekin hozir men yig'gan biletlarimdan adashmasam 8 yoki 9 ta akkauntdan o'ynagan bo'lsam 5 ta sovg'a bo'ldim. Bitta rozыгрышda o'ynadim. Yo'q, 2 tada. 2 tada o'ynadim. Rozыгрышda 2 ta rozыгрышda o'ynagan bo'lsam, xo'p, mana rozыгрышы beta deb turibdi. Bu o'sha hali borligi betada, bu hozircha to'liq emas, chunki hali sinov bosqichida va hozircha o'sha mayda-mayda summalarga ishlayapmiz. Va o'sha beta tugab haqiqiy rozыгрыш boshlangandan keyin biza masalan yaxshi sovg'alar yutib olishimiz mumkin. Endi bu betadagi sovg'alar ham yomon emas. Masalan, men o'ylayman, beta tugashi bilan men bu mega rozыгрыш звёзд deb qo'yibdi-ku. Bu o'sha 3 million ta stars tarqatadi 60 ming ta odamga, ya'niki har bir odam 500 tadan stars oladi. Bunga qatnashish menimcha bir 500 ta men bu tokendan bo'lsa kerak. Men eslasanglar aytgandim sizlarga shunaqa men bu tokendan yig'ish kerakligini aytgandim. Hozir tezroq yig'ib olmasak hali tugashi mumkin bu narsa. Chunki vazifalar hali kelyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, aktivnosti mana. Yana vazifalar kelgan. Men kanalga har kun bularni tashlab boryapman. Tezroq yig'ishga harakat qilaylik, tezroq sovg'alarimizni olaylik, yolg'on bo'lib qolmasin. Men ham o'zimda olgan sovg'amni ko'rsaman. Bu endi men har xil akkauntdan o'ynaganim uchun mana. Men bu sovg'ani men olganman va bu sovg'ani endi gift qilib NFT sifatida sotishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari bizda yangi proyektlar bor va o'shalar ustida ishlayapmiz. Agar siz hozir bu videoni ikkita joyda, ya'ni Telegramda ham yoki YouTube'da ham ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar siz Telegramda ko'rayotgan bo'lsangiz, YouTube'ga o'tib, obuna bo'lib qo'yib, like bosib, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin. Agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lganlar bo'lsa, like bosamiz, kommentariy yozamiz, o'z fikrimizni bildiramiz va обязательно Telegram kanaliga o'tib qo'yishni maslahat qilaman. Nimaga deganda, biz hamma loyihani birinchi bo'lib, hamma narsani, loyiha bo'lishi mumkin, kod bo'lishi mumkin yoki da boshqa sayt bo'lishi mumkin. Hammasini birinchi Telegram kanaliga tashlaymiz. Xo'p, keyin yana sizlardan bitta narsa so'rashni nima qildim? Saytlarni tashlayotganimda o'sha so'ramoqchiman, o'sha saytlardan tashlashni boshlayman yana. Yaxshi moliyaviy sarmoya olgan va chiqishi aniq bo'lgan loyihalar, ya'niki o'sha aniq drop tarqatadi, lekin muddati bo'lmasa ham summasi bilan o'sha chiqarishi aniq bo'lgan loyihalardan tashlaymi, yo'qmi, nima deysizlar? Agar qo'shilsanglar kommentariga ha yoki yo'q, o'sha fikringizni bildirib o'tinglar. Iloji bo'lsa, xo'p, video yoqqan bo'lsa, video foydali bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying, chunki biz endi yaxshiroq video chiqarishga, tezroq video chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, video ham quruq bo'lmasin, mayli. Shu joyda bitta sayt ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Bu sayt qancha sarmoya olgan desanglar, hozir aytaman men sizlarga qancha sarmoya olgan. 20 milliondan ko'proq olgan Nexus. Bu Nexus kirish qiyin emas, lekin hozir ham kirmaydigan bo'lsak, o'sha kech qolamiz. Chunki men birinchi testnetda ishlaganman.
Testnetda men 405 ta nima olganman? Testnetda 405 ta token olganman. Devnetda 63.3 ta. Xo'p, buni ko'rish uchun menga bossam, mana bu ko'rsatib o'tadi mana. Testnet ikkinchi bosqichda men 405 ta token yig'ganman. Birinchi bosqichda men bo'lmaganman, men bilmagandim bu narsani. Keyin bildim. Bu birinchidan kamroq odam ishlaydi. Ikkinchidan bunda ishlashni o'sha hozir boshlamasak tugab qolishi aniq va summasi yaxshi. Shuning uchun tavsiya beraman bunda ham ishlashni. Xo'p, ro'yxatdan o'tishga keladigan bo'lsak, bitta yangi akkauntdan ro'yxatdan o'tib ko'rsaman hozir sizlarga. Nexus. Xo'p, join with Nexus bosamiz. Sign up to earn points, ya'niki o'sha Google bilan bosib olsak bo'ladi. Ya'niki o'sha qachon Google bossak tezroq bo'lamiz. Keyin o'sha nimamizni tanlaymiz. Elektron pochta bo'lishi mumkin, Google account bo'lishi mumkin. Davom etish bosamiz. Bo'ldi. Xo'p, continue bosamiz. Xo'p, bunday qilaylik. Bu nimaga? Bu yangiliklar bo'lsa, o'sha yangiliklarni olishga tayyorman yoki roziman deb turibdi. Xo'p, bizaga nima? Xo'p, boshqa walletni ulashni tavsiya beradi. Ya'niki o'sha mana bu yoqdan walletga bosib logout qilib tashlaymiz, keyin boshqa wallet ulaymiz. Mana bu yerdan link a new wallet. Bunday qilamiz. Masalan, MetaMask, Phantom bosiladi. Bularni ochishni, ishlashni o'sha ko'rsatib o'tganman bu birinchi videoda. Uni Telegram kanalga qadab qo'yganman. Xo'p, YouTube'dagilar Telegramga o'tsanglar hamma narsa bor. Video ko'p cho'zilib ketmasin. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Free audio post production by alphonic.com.